Muzaffar aka, Hormang aka. Salomat bo'ling. Aka, savolim bor edi. Mani chet eldagi do'stlarim savol berishyapti. Chet elda turib ham, o'sha yerda turib ham subsidiyaga uy olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Advokatdan so'rab bergin deyishdi aka. Bu savolga javob olmoqchi bo'lsangiz, Ha? 20-aprel Ha? soat 21:00 da Hı? Instagram sahifamga obuna bo'lib, jonli efirda qatnashing. Hı? Sababi bu jonli efirda subsidiya olish, chet elda turib, imtiyozlar, uy-joy olish uchun, aliment, ajrim, taxtni yechish, jarima, kadastr, meros va boshqa barcha turdagi mavzular bo'yicha savollarga javobni to'g'ridan-to'g'ri olishingiz mumkin bo'ladi. Aytgancha, xorijda yurgan chet eldagi do'stlaringizga ham bu videoni yuborib qo'ying, esdan chiqmasin. Bo'ldi aka, rahmat oma. Salomat bo'ling.